Assalomu alaykum. Corona Medline'da sizga yoqqan taraflarini aytib bering. Yoqqan taraflari, nimalari, medsestralari, muomalalari chiroyli, specialist doktorlar ishlagan. Men ham 3 yil oldin ham shu yerda o'tim oldirib ketganman. Qizimni ham shu yerga olib keldim. Hozir yaxshi bo'lib qoldi. Mana 3 kun bo'ldi bugun. Sharoitlar yaxshi o'g'lim. Mana oziq-ovqatlari ham yetarli ekan, bir narsa olib kelmasangiz ham yotarsiz ekan. Doktorlari ham yaxshi ekan, qizlar ham yaxshi hammasi. Yosh Paxtaboddan mashal kelyapman dedi, sharoitlar yaxshi uchun. Doktorlarimizga rahmat. Tanjani sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi qarayapti bizga. Yaxshi qarab, yaxshi e'tibor bilan qarashib, nima qilyapti. Tanjani sog' bo'lsin, bularga doktorlarimizga Alloh rozi bo'lsin. Kelini bu juda yaxshi, doktorlari ham yaxshi. Mana liftlarda bemorlar qiynalmasin, liftlarda o'rnatib qo'ygan. Doktorlar juda yaxshi. Xonalarda hamma yoqda tayyor, oziq-ovqatlarda, choylarda hammalarni olib kelib beradi. Hamma yo'g'i yaxshi. Corona Medline'da sharoitlari zo'r, hamshiralari ham zo'r qaraydi, hamma yo'g'i yaxshi. Shikoyatlarimiz yo'q bu больницаdan. Hamma yo'g'i yaxshi. Doim больницаga kelib davolanib ketaman. Corona Medline klinikasini yana qanday yaxshi taraflarini bilasiz? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. İşe borganmiz. Ish davomida shu risk berdi, shu doktorga ko'ringanda shu o'tda tosh bor deyildi. Ular operatsiya qilamiz dedi, ulardan qo'rqib o'zimizga kelib shu Jasurbek ham operatsiya qildi, hamma yaxshi hozir. Tavsiya qilamiz o'sha yerga. O'zi qanaqa his qilyapsiz? Hozir og'irlab qolib? Og'irlab qoldi, yaxshi. Endi sekin kundan kunga yaxshi bo'lyapmiz. Sharoitlar yaxshi. O'ttizda tosh borligini qancha bo'ldi bilganingizga? 2 oy, 3 oy bo'lyapti. Dorilar ichdingiz? Ha, dorilar ichdik. O'zgarish bo'ldimi? Yo'q, o'sha eng yaxshi yo'li oldirish kerak ekan. Oldirdik, qutuldik. Men Karimova Hilola, Paxtaboddanman. Shu quruq sohalarimda og'riqlar bilan uzaga tushdim. Keyin uzachi kistez bor ekan, hajmi katta ekan, oldirmasangiz bo'lmaydi deb mashetta tavsiya qilib keyin keldik. Kelib 3 kun bo'ldi, men operatsiya bo'ldim, holatim yaxshi, zo'r. Xudo xolasa bugun ketaman. Operatsiyani Nodir aka qildi. Xudoga shukr yaxshiman. 3 kun bo'ldi, qilganiga holatim zo'r. 3 kunda bunaqa zo'r natijaga erishaman deb o'ylamadim. O'rnimdan ham tura olmayman deb o'yladim. Yaxshiman, zo'rman. Sharoitlari zo'r, yaxshi ekan. Hamma narsasi zo'r. Shifokorlari ham yaxshi qaradi. Hamma yo'q yaxshi, 3 mahal ovqat. Boshqa joyga borganman, lecheniyalar yozish bergan, lekin effekt bermadi. Mana mashetga kelib, Xudoga shukr, yaxshiman. Hamma doktorlarga kattakon rahmat. Nodir akaga alohida rahmat. Ushbu videoni o'tida toshi bor tanishlaringizga, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sizning o'tingizda ham shunday toshlar bo'lishi mumkin. Ushbu toshlar bemorlarning o't pufagidan olingan toshlar. Agar sizda ham o't pufagingizda tosh aniqlangan bo'lsa, iloji boricha ertaroq operatsiya o'tkazing. Ushbu bemorlarimiz ham o'zlarida og'riqlarni sezsa-da, shikoyatlari bo'lsa-da, lekin operatsiya jarayonlaridan qo'rqib vaqtni o'tkazishgan. Va nihoyat uzoq muddatdan so'ng operatsiya jarayonlari o'tkazildi va ushbu toshlar bemorlarning o't pufagidan olindi.
Ayni vaqtda jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bemorlarimiz 3 kun ichida sog'lom hayotga qaytishadi. Agar sizda ham o't pufagingizda muammolar bo'lsa, bizning Corona Medline klinikamizga tashrif buyuring, malakali, tajribali mutaxassislarimizdan maslahat oling. Jarrohlik amaliyotlari og'riqsiz, laparoskopik usulda qilinadi. Ushbu videoni o'tida toshlari bor, lekin operatsiyadan qo'rqib yurgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Keling, tok urdirib davolaymiz. Qo'rqmang, tok urmaydi, og'riqni haydaydi. Corona Medline klinikasining fizioterapiya bo'limida 15 dan ortiq fizioterapevtik apparatlar mavjud. UVC, elektroforez, zinda, darsavval, parafin va boshqa muolajalar fizioterapiya bo'limida mavjud. Eng muhimi, bu apparatlar faqat tanangizni emas, kayfiyatingizni ham davolaydi. Shuning uchun og'riqni dori bilan emas, tok bilan kuldirib davolaymiz. Corona Medline klinikasi fizioterapiya bo'limi og'riqdan keyin tabassum beradigan joy. Shu maslahatlarni amalga oshirsangiz, bepushtlikni oldini olgan bo'lasiz. Mening ismim Qurban Husan Askarovich, 12 yildan beri urologiya, andrologiya yo'nalishida ishlab kelaman. Ko'p oilalarni, bepusht oilalarni farzandli qilishga nasib qilgan. Yangi kuyov bola uylanishidan avval albatta urolog maslahatidan, ya'ni urologning ko'rigidan o'tishi shart. Sababi o'zi bilmagan holda moyaklari rivojlanmay qolgan bo'lishi mumkin, varikotseli, ya'ni qon tomirlar kasalligi bo'lishi mumkin. Gormonal disbalans, ya'ni prolaktin, testosteron gormonlari o'ynab har xil holatlarga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Shu muammolar kabi sizda yoki yaqinlaringizda bo'lsa, Corona Medline klinikasiga murojaat qiling. Albatta sizga Yevropa standartlarida yordam beramiz.